Turdingizmi dadasi? Ha, turdim. Bu yangi yil dasturxoniga baliq olib keling. Ko'zlarim rosa charchab ketdi dadasi. Bir baliq yeb ko'zlarni ravshanlashtiraylik. Qara. Ertalabdan kechgacha, kechdan tong otgungacha telefon o'ynaysan. Ha? Voy, bunaqa ko'p telefon o'ynashingda zreniyang ko'tarilish uchun akula yesang ham foydasi yo'q. Voy, nima deganingiz bu? Xo'p, mana pul. Erkak kishini oldida pul yurish kerak dadasi. Faqat iltimos, baliq olib kelish esingizdan chiqmasin, xo'p? O'zingni nimadir yeging kelib qolsa, mana pul, erkak kishining yonida 1-2 so'm pul yurish kerak. Mabodo bizga zarurat bo'lib qolsa bir choyxona poyxonaga. Hay pul tugadi, voy pul tugadi. Ey, baliq olib kelish esdan chiqmasin. Bo'pti. Qo'lingdagi nima? Shalpon quloq? Qorboboga xat meshqorin. Men ham Qorbobodan sovg'a olgani ketayotgandim. Meni kechiring Tuhfatilla tog'a. Men shu xatni Qorboboga berib qo'ying. Mayli. Bo'ldi. Albatta yetkazaman. Salom Qorbobo. Mana yangi yil ham kirib kelmoqda. Qish qattiq kelsa, meni almashtirib kiyishga issiq kiyimlarim yo'q. Har kuni bitta kiyimni kiysam, o'rtoqlarim ustimdan kulishadi. Sizdan iltimos, menga yangi yilga issiq kiyimlar sovg'a qiling. Qo'shnimga yaxshilik qilishdan boshlayman yangi yilni. Jasur! Oy, malades. Poylab turgan ekansan-da. Mana senga Qorbobo berib yubordi bu kiyimlarni. Ha? Ana. Rahmat sizga Tuhfatilla tog'a. Salomat bo'lasiz. Kiravering. Ha. Bu Jasurbek, yana nima qilib turibsan? Tuhfatilla tog'a, mabodo Qorbobo tomonga bormaysizmi? Boraman, nima edi? Unda mana bu xatni olib borib bering. Mayli o'g'lim. Bo'ldi, sovuqda turma, kiraver. Xo'p. Rahmat Qorbobo, sovg'angizni oldim-ku. Faqat qo'lqopini, etikchasini topolmadim. Menimcha muttaham meshqorin Tuhfatilla tog'a o'ziga olib qo'ygan bo'lsa kerak. Bundan keyin iltimos sovg'alarni o'z qo'limga bersangiz. Nima? Qalay Tuhfatilla? Bolani tarbiyasi zo'rmi? O'zimga o'xshatdimi?
Sen hali shoshmay tur. Qo'ysam qadam gulg'uncha qolmay qadamlar qamatingdan sarlar O'qos! Ya, assalomu alaykum. do'stlar Yaxshimisiz? Salomatmilar? Gap yo'q ey. Ovozlaringizni qarang, qo'ng'iroq ey. kechqurun bayram bor edi, shunga tayyorgarlik qilyapmiz. Yashang. Aka, bitta iltimos. Hop, keling. Shu dam olish kunlari bir qilib dam olsam deyman. O'g'ilcha shu yig'lab sal. Shu. Iltimos. Tushunadigan bola. Orom oling, dam oling. Lekin qo'ng'iroq ovoz. Gap yo'q. Rahmat qo'shing, rahmat. Qamatingdan Assalomu alaykum. Yangisinlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Hofiz aka? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? More bo'lsin yangi yillar. Rahmat. Farzandlarim more bo'lsin. Rahmat. Ozgina bir iltimos bor edi. Hop. Ketmon kerak. Yo'q. Shu sal o'g'ilchani yig'isi sal bezovta qilyapti-da, bizni shu sal uyqu bermayapti-da. Agar mabodo ko'nglingizga olmasangiz, Voy. Aytaman, yig'lamaydilar. Orom olsinlar. Bo'pti, qo'shni, sog' bo'ling. rahmat. Hop. Lablaring pari. Hofiz. Assalomu alaykum. Birni ketasan, birni kelasan. Nima? Bolali bo'lsin, muborak bo'lsin. Sizga muborak bo'lsin. Rahmat, bo'lsin. Mehmonlar kelgan edi. O'tirib bo'lmayapti. Anaqa. Nima anaqa? Aroq kerakmi? Bolangiz yig'lab xit qilyapti. Iltimos xotiningizga ayting, bir alla-palla aytsin. Chiqinglar, bayramlar muborak bo'lsin. Kelinglar. Sizga muborak bo'lsin. Aytaman hozir. Allahning zo'rini aytadi. Nima yana? Nima qilish kerak? Yo'q, hamma joyda, qo'shni, hamma joyda. Biz qo'shnilar bir yoqadan bosh chiqasi bitta qarorga keldik. Qo'shni hamma joyda asabiy. Allah aytibdi-ku. Yo'q. Nima qilsin? O'ynasinmi yo'q? Yo'q, qo'shni. Bolangiz yig'laversin. Chaqaloq yig'laversin, bezarar. Rahmat qo'shnilar, rahmat. Faqat boshqa iltimosimiz bor. Iltimosimiz shuki, xotiningiz alla aytmasin, iltimos. Onasa! Ya onang! Ha? Kim? Hamani kelganimni qayerdan bildingsan? Assalomu alaykum, oyijon, yaxshimisiz? Qizingiz qani? Ha, va alaykum assalom. Qizim uyda. Hozir chaqirib beraman. Voy, hay, dadasi, keldingizmi? Oyog'imdan sovuq o'tib ketdi. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Ha, onam kelgan ekan. Shunda bu narsa olib chiqaylik xarajatga, do'konga borib kelaylikmi deysiz? Ha. Tez kiyinib chiq bo'lmasa, bu onang baribir maza qilib yeb ichib yayrab ketmasa ketmaydi. Tezlash. Bo'pti, ko'chada kutib turaman. Hozir. Bu onang osmonda samolyotni, yerda paraxodni yemaydi. Qolgan hammasini yeydi. Nima olamiz deysan? Ketdik. Kelinglar, marhamat. 200 gram kalbasa berib yuboring bizga. Ya, 200 gram kalbasa olmasdingiz-ku? O'zimizga emas, itimizga. Voy dadasi, biz itimiz yo'q-ku.
irillamay tur. 200 gram kesib oling. Ha, dadasi? Ha. Ana do'konchini olibdi, meni unaqa izzat qilasiz uyaltirib. Xafa bo'ldim sizdan. Butun boshli oilamizni sha'nini saqlab qoldim. Tuhfatillarni kuni 200 gram kalbasaga qopdi deb ertaga hamma ustimizdan kuladi. Shuning uchun. Onasi, mabodo dilingni ortgan bo'lsam bayram oldi 1000 bor uzr. Xo'p? Mayli, dadasi, xafa emasman. Onasi, seni shirin, rangli ichimliklarga o'xshataman-da. Voy, nima uchun? Qanchalik zararli bo'lmagin, baribir senga o'rganib qolganman-da. Qani yur. Kim bu? Man MIBdan keluvdim. Oching eshikni. Ochmayman. Nega? Men sizlardan xafaman. Hey, bu xonada umukim bormi? Bor. Siz kimsiz? Bir qarang ko'rasiz meni. Menga qayrilish, burilish mumkin emas. Iltimos, menga suv berib yuboring. Berolmayman, ilojim yo'q. Nimaga? Turolmayman, iloji yo'q. Siz kasalxonaga qanday tushib qoldingiz? Usta. Tomda shipir qoqayotgandim, oyoq siyqalib ketib. Pastga qarab, degancha tushib ketdim-da. Bu voqea qayerda bo'ldi? Chamanzor ko'chasi 15-uyda. Nima? Meni boshimga tushib ketgan siylagansan-da, iflos. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xushkepsizlar. Sog'liqlar yaxshimi? Kayfiyatlar Haloldan tinchmay uydagilar yaxshi. Rahmat. Sal tanimayroq turibman. So'raganda aybi yo'q. Kimsizlar? Nima maqsadda keldinglar? Biz xonadoniylarga qo'chilikka kelgandik. Biz o'z oila yumushlarimizni o'zimiz qila olamiz. Kelinimiz bor, qizimiz bor. Mayli, bir marta yeb ichib ketsanglar mayli. Lekin bizga doimiy qolishlaringizga qarshiman. Bizga kerak emas. Siz tushunmadingiz chog'i. Biz qulchilikka emas, biz sovchilikka keldik. Shunday. O'g'illaringiz nima ish qiladi? So'ramaysanmi? Nima ish qiladi o'g'lingiz? Voy, o'g'lim toparman, tutarman. Hunarlari rosa ko'p. O'g'lingiz mash ish qilib? Voy. Bu meni qadrdon o'rtog'im-ku. Qiyomati do'stiman. Ha, o'rtoqmisizlar? Ha. Ota-boladay turganlaringdan. Uzr lekin, uzr. Voy, o'rgilib ketay. O'g'limni ko'rsangiz polvon deysiz. Polvon, biz kurash tushirmaymiz qizimiz bilan. Yomon yo'lga yurmaydi. Ichmaydi, kekmaydi. Behuda ko'chaga ham chiqmaydi. Choyxonaga chiqmaydi umuman. Ota-onasini gapidan umuman chiqmaydi. 24 soat uyda. To'ppa to'g'ri. Ta'riflashlaringizga qaraganda sal shubhalanib qoldim-da, endi uzr-u o'g'illaringiz sog'lommish qilib. Ha? Nima deganingiz u? Siz o'ylab gapiryapsizmi? Shundoq dono, polvon o'g'limni nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Qo'ying. Hey,
Ketsa ketar. Ya, so'radim-da. Doim shunaqa qilasan. Ha, o'zi 30 ga kirgan bo'lsa, ha boshimizga yostiq qilamizmi, dadasi? Nuqul asabiylashtirasiz, qornim och qolib qoladi. Kelinni ko'ringchi, nima ovqat qilayotgan ekan-a? Asabiylashdim. Bahona bu. Maqsad qorning to'yg'izish. Ha, kelin poshi? O'zi lag'mon cho'zishni bilasizmi? Ha, bilaman oyijon. Lag'monni ingichka, mazali qilib cho'zish uchun sizga nima kerak, ha? Ha, gapiring, ha nima? Og'zingizga nima mum tishlaganmisiz? Gapirsizchi. Ha, gapiring. Ha, nima qilish kerak? Ingichka qilish uchun, mazali qilish uchun. Ha, gapirsizchi. Ey, Ha, men bilaman nima kerakligini. Kelinni oyog'ini tagida o'ralashmasliging kerak. O't qaqa. Tez chiq. Tez. Qilib. Onasi sen bitta narsani to'g'ri tushun. Endi kelinga oshxonani topshir. Borib o'ralashma. Bir kun kuydiradi, bir kun tushiradi, bir kun pishiradi. Ya, uni qila olasizmi, buni qila olasizmi? O'zing ham kelin bo'lib kelganda baloni bilmasding. Undan ko'ra bayram dasturxonini nimalar qo'yamiz, nimalar tuzatamiz. O'shalardan gapir. Nimaga indamaysan, gapir. Keladigan yangi yil menga omadli keladi shekilli. Assalomu alaykum doktor. Bir shikoyat bilan keldim. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Shunga bir yordam qilsangiz, bir xizmatlar bo'lsa qilamiz. Oshxonaga kiraman deb molxonaga kirib ketyapman. Ana kuni shu kirsam, uyimda degan erkak o'tiribdi. Keyin bilsam, qo'shnikiga kirib ketib qolgan ekanman. O'laksa qilib shunday urdi. Yordam qilmasangiz bo'lmaydi doktor. Biz xizmatdamiz. Men doktor emasman. Ha? Ko'zni davolatmasangiz bo'lmaydi. Axir bu yer bank-ku. A? Dadasi keldingizmi? Ovqatni oling. Odamni ol deydigan odam oldiga qo'yib olmaydi, oldiga uzatadi. Ha, yegisi kelgan odam yuradi-da qo'lini cho'zib, ha yetadi-ku qo'lingiz, oling. Yeydigan joyi ham qolmabdi-ku. Men ko'chada u narsa yeb olaman. Sen buni yeb tuga. Rozimisiz? O'zim yeb qo'yaveraymi? Idish qolsa bo'ldi, xotin. Bo'ldi. Dadasi, bozorga borganda ham yana yeyishga bu narsa olib berasizmi? Olib beraman. Men molladan bir xabar olay. Bolalaring qaradimi, yo'qmi? Qizing qarayman deyatuvdi, qaradimi? Ha, yurudi shu tomonlarda. Qarayotganda bir ota bo'lib xabar oling axir. Sen tez ovqatni yeb, bozorliq ro'yxatini tuzgin. Tushundingmi? Ha. Yaxshimisiz jonim? Uydagilar yaxshimi? Agar uxlayotgan bo'lsangiz, shirin tushlaringizdan jo'nating. Xo'p, jonim. Agar kulayotgan bo'lsangiz, shirin kulgularingizdan jo'nating.
agar yig'layotgan bo'lsangiz, shirin ko'z yoshlaringizdan jo'nating. Mollarni tagini tozalayotgandim. Nima jo'natay? Kelinglar. Ko'zingga qarab yurmaysan, oyog'im ham rasvo qilding. Aytmang, shu qoqilib yuraveraman-da nima qilay? Kelinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bizga 2 kishili bitta xona kerak edi. Xo'p. Kerak. Ha? Bo'ldi, bor. Mana bizni ikkalamizni pasportimiz, Xo'p. mana nikoh qog'ozimiz. Ah. Bilaman, shart emas-ku, lekin baribir ko'rsatib qo'yganman. Lekin bizga divani alohida bo'lsin. Bitta ko'tarmayapti. Qars etib belisib ketyapti. Biz yotgan mebellar grija bo'lyapti. Qaytib o'ziga kelmayapti. Uylanganimdan beri faqat qilgan xarajatim mebel bo'lyapti. Oh, bor shunaqasidan. Yo'q, bitta bu mebelchi maqtab tashab ketdi. Bitta yotuvdi, purjina mashina chiqib turibdi-da. Topamiz. Ma'qulmi? Topamiz. Kalt bering. Xo'sh, ana mana shuni. Mana aka, ikkinchi etajga chiqasiz. Aha. 10 qo'lda 15-xona. Rahmat akajon. Marhamat. Bo'laqa, yur. Ko'rdingiz-ku, oyog'im xayrli oldim. Sekin yurib yordam bering undan ko'ra. Erkak. Akajon yordam bering. Eri xotin urishib qoluvdik kattalashib. Xotinim o'zini derazadan tashlayman deyapti. A? Yo'q, nima qilay? Ay yo'q, biz oilaviy mojarolarga aralasha olmaymiz. Men sizga yordam qila olmayman. Yo'q. Men sizdan yordam so'rayotganim yo'q. Nimaga derazalaring ochilmaydi? Ha? Aytgancha tuxotiligi mana yilam tugayapti. Bir narsa so'rayman deb esimdan chiqib ketadi-da. So'rang. Xotiningiz uyqusirab tomga chiqib ketadigan odati bor edi. Shuni tashadimi? Tashadi. Ha, davolatdingizmi? Yo'q. Domlaga olib borib o'qitib yubordingizmi? Yo'q. Ha, nima qildingiz? O'zi tomdan tushib ketdi. Ha? Dada, biz ham bayramda Chimyonga dam olishga boraylik. Hey, bolam. Chimyonda seni repetitoring dam oladi. Biz ishlashimiz kerak. Maza qilib uxlabman-ey. Ha? Ota bola o'tiribsizlarmi? Gaplashib ovqat tayyorladingizmi? Tayyormi ovqat? Meni o'zingga o'xshataverma xotin. Kirlarni ham yuvib qo'ydim. Ovqat ham tayyor. Ovqatdan keyin tez hazm bo'lishi uchun ovqatlaring. Mana olma archilab turibman. Voy, rahmat dadasi. Menga qarang, aytgancha. Yana yangi yil kuni o'rtoqlaringizni chaqirib o'tirmang. Bu safar yangi yilda o'zimiz maza qilib kutaylik. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, sinfdoshlar omon bo'lsin. Xotin, Ovqat pisa chaqirarsiz, yana bir pas mizg'ib oling. Maylumi? sen dumalab tashaver uyquni patologni qimillatib, qurrakda otaver, ovqat ozgina damini olsin. Men buni tayyorlab olay, keyin nima qilamiz? Yonboshlab yotgan lampochkani tiqimlataveryapsan xotin. Dada, mujik degani nima degani? Mujik degani nima degani? Mujik degani bolam yaxshi pul topish, yaxshi joyda ishlash, bola chaqasini kami ko'stini to'ldirish, ro'zg'orida kamchilikka o'rin qoldirmaydigan insonga mujik deyiladi bolam. Unda men ham katta bo'lsam, oyimga o'xshagan mujik bo'laman. Nima? Alaykum assalom. Singlim, janjal bo'lmasdan menyuni olib keling. Xo'p, bolam. Marhamat.
Singlim janjal bo'lmasdan bitta choy olib keling, tezlashing. Men ungacha ko'rib turaman. Xo'p, bo'ldi. Marhamat. Oling. Singlim janjal bo'lmasdan ikkita qovoqli somsa olib kelasiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Singlim janjal bo'lmasdan sousini olib kelib bering, iltimos. Sous, hozir. Singlim janjal bo'lmasidan bir pors KFC olib keling. Xo'p, hozir, xo'p. Osh bo'lsin. Janjal bo'ladi deysiz? Janjal bo'lmadi-ku, mana hisob. Singlim janjal endi bo'ladi. Nega? Bu yegan taomlarimga menda to'lashga pul yo'q. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Agar nimadir olmoqchi bo'lsangiz, bizda hozir ayollar taqinchog'iga chegirma ketyapti. Aksiya 30% gacha. Sevimli ayolingizga oling bu narsa. Meni sevgilim ham yo'q, sevimli ayolim ham yo'q. Bu qanaqasi? Shunday erkakda sevimli ayol bo'lmasa, nahotki hech kimni sevmaysiz? Men ham sevgim keladi. Xotinim ruxsat bermayapti. Boring, chiqing do'kondan, do'kon yopiq, obedga chiqamiz. Assalomu alaykum, mehmonlar. Xushkelibsizlar. Bizni korxonaga xushkelibsizlar. Rahmat, Yoqimli ishtaha. Olinglar, qarab turmasdan olinglar. Qani yoqimli ishtaha. Oling singlim, oling. Yoqimli ishtaha. Tez yeymiz, ha? Hop. Tez olamiz. Oling mehmon. Tez olinglar. Men hozir yana xabar olaman. Maylimi? Olinglar. Nima o'tirish bu oling. Buni qilib ushlab o'tirmaydi. Buni oladida mana bunday qilib yashaylar mana bu maza qilib. Bizda bu shoshib ovqat yeyish sog'liqqa zarar. Nima buncha shoshirdingiz bizni? Aka uzrda, sesdan komissiya kelib qoldi. Qani, singlim, sizlarga ruxsat.